Assalomu alaykum, hurmatli bekajonlar. Mana kechki ovqatimizga ham tayyorgarlik ko'rishni boshladim. Bugun kim nima ovqat qilmoqchi? Men kecha osh qilganim uchun bugun suyuq ovqat qilmoqchiman. Uydagilar mastava qilishimni xohlashdi. Mastava qilaman. Yoniga karamdan svejiy salat qilamiz. Tez tayyor bo'ladigan salat tayyorlaymiz. Men mahsulotlarni tayyorlab oldim. 1 dona kartoshka, 2 dona piyoz, bitta kattaroq sabzi oldim. Sabzini yarmini ovqatga, qolgan yarmini salatga ishlataman. Shu yetadi. Keyin menga kerak bo'ladi, chesnok kerak bo'ladi salatga. Birinchi o'rinda ovqatimni qilib olaman, salatni keyin qilaman. Sabzavotlarni tozalashdan boshlaymiz. Menimcha hamma kelinlar endi ovqat qiladi. Soat 3 dan o'tdi. Vaqtliroq boshladim. Aslida suyuq ovqatlarni tez tayyor bo'ladi-yu, soat 4lardan keyin ham qilsam bo'lardi. Men qizim uxlayotgani sababli vaqtdan foydalanib ovqatimni qilib qo'ymoqchiman. 1 dona sabzi. Mana kartoshka, piyozlarni tozalab, yaxshilab yuvib oldim. Men bugun mana bu yangi taxtachani ochib ishlatmoqchiman. Taxtacham nihoyat yangidan eskiydi. Shuni piyoz to'g'rashdan boshlaymiz. Piyoz to'g'rab oldim. Endi mana go'shtlarni ham to'g'rab oldim. Kartoshkalarni ham mana to'rtburchak qilib to'g'radim. Mana sabzi. Endi hozir men kamroq qilaman, chunki biz 3 kishimiz. Bolalarni hisobga olmaganda. Endi bularni qizib turgan yoqda qovurib olaman. Ovqatim qovurilyapti. Ungacha karamni to'g'rab qo'yaman. Karam, yangi karam. Qattiq tashlaymiz. Mana karamimni mayda qilib to'g'rab oldim. Mana shunaqa somoncha uzun somoncha shaklida to'g'raladi. Hamma o'ziga qanaqa shakl yoqsa shu shaklda to'g'rashi mumkin. To'rtburchak kattaroq somoncha qilib. Endi mana bu yarimta sabzini cho'rkadan chiqarib olamiz. Bismillah.
Bu ko'pchilik biladi, bir martalik yeyishga tayyorlanadi, keyingi kunga olib qo'yilmaydi. Qolsayam agar xolodilnikka solib qo'ysalaringiz hech nima qilmaydi. Asosan svejiy holda yeyiladi. Men sabzini o'rtasini qilmayman, qattiq bo'ladi. Endi bunga chesnokimizni qo'shib olamiz. Menda chesnok masalasi yo'q, shuning uchun chesnoklarni kesaman. Mayda-mayda bo'lib. Ozroqini chiqish uchun. Lekin baribir chesnok mazalagich kerak. Faqat keyingi safar bozorga borganimda olib olaman. Salatimizdagi tarchimdan salatni tuzdan soldim. Osh tuzi. Sal ko'proq solarasizlar. Endi bularni yaxshilab aralashtirib, birozga olib qo'yamiz. Mana qizlar, salatimga o'simlik yog'ini qizitib soldim. Uni videoga ola olmadim. Telefonim o'chib qoldi. Va ozroq murch soldim. Tabiga ko'ra xohlovchilar solmasanglar ham bo'ladi, lekin men soldim. Sal achchiqroq bo'ladi. Mana juda ham chiroyli, hozirdan hidlari ham ishtahani ochadigan salat bo'ldi. Endi buni tayyor bo'lishi uchun yarim soatga, uzoq yarim soat tayyor bo'ladi. 10-15 minutda ham tayyor bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib tayoqqa yotib qo'yasizlar. Mana qizlar, mastavam qaynab chiqdi. Endi bunga kerakli ziravorlarni solamiz. Men ziravorlarni qovurmayman, faqat tomatni piyoz bilan qovuraman. Ziravorlardan suyuq ovqatlarga Galina Blanka solaman. Shirin bo'ladi, juda ham hidini ham shirin hid beradi, ta'm beradi. Maggi bulyonidan solaman ozroq. Keyin men bu dashirakdan ham yaqindan boshlab solib boshladim. Juda ham shirin, mazali ta'm beradi. Bular ham hammasi shu chalasidan solaman. Ozroq kashnit solaman, salatni tuz solaman. Biz hammasidan solib chiqamiz. Orada kompot bo'laman. Kelinglar. Bo'ldi, hozircha oshxonada ishim tugadi. Ovqatlarni soldim, salatlarni qilib tayyor qildim. Mana bu yoqlarni yig'ishtirdim. Ovqatim qaynab turibdi. Endi hovlidagi ishlarimni qilaman.